Lifti bor. Bu kvartiramiz 70 kvadrat ekan. Pishgan g'ishtdan bo'lgan. Daji перегородkalari ham pishgan g'isht. Mana o'zi bilinadi-yu. Bu tomonda kuxnya. Kuxnyaga akamiz hamma yo'g'ini qilib beraman dedi. Mebel o'sha nima kerak bo'lsa o'shasini qilib beraman deydi. Radiator bo'ladi. Uylari rosa katta ekan, kenggina, aboylari ham qimmat aboydan. Buni qaranglar, koridorni gektar desangiz ham bo'ladi-yu, koridorni qaranglar. 2 xonali, bu tomonda birinchi xonamiz, aboylariga ahamiyat beringlar, hamma yog'i chista, hech kim yashamagan. Zo'r joyini aytamizlar, qaranglar. Farg'ona Eko shahrida mana bog'cha. Naryoqda maktab. Buni qaranglar. Bu tomonga o'tsangiz, parki bor. Mana sizga balkon, mazza qiladigan joyi. Chiqamiz, ikkinchi xonamizga kiramiz. Ikkinchi xonani ham hamma yog'ini qaranglar, aboylarni ham o'zgacha qilib chiroyli qo'yishibdi. Qimmatbaho nimalarda, lekin men shuncha gapirganim bilan o'zlaring ko'ringlar. Baho vid berib turibdi-yu. Eshiklari ham bu tomonda umumiy sanuzili. Sanuzilda ham hamma yoq barcha nima kerak bo'lsa hammasi bor. Koridorni ko'rib mazza qildim. Narxiga kelsak, 11,5 ming yana tushib beradigan joyi bor. Oyma-oy 2,8 dan to'lab borasiz. Qolgan ma'lumotlarni akamizni o'zlaridan so'rab olasizlar. Past raqamlar qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilib olishlaring mumkin. Mana sizlarga Farg'onadan uy qo'ymayapsiz deganlarga maxsus uyimiz. Obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Bola chaqam bor, kreditim bor, boshqasi bor. Ana shu like'laring, kommentariyalar hammasi menga bo'ladi.